Assalomu alaykum hammaga. Qaranglar, yangi yo'lni sentriga bir 500 metr, 600 metr yaqin joydamiz. Yaxshi variant chiqib qoldi, shuning uchun o'zim keldim. Obzor bitta to'liq qilib beraman. Bo'ldi. Uyimiz o'zi общий hujjatda 8 sotuv, samozahvati bilan 11 sotuv. Qisqasi, mana bu boqsanglar bo'ladi, menimcha stadion qilsa ham bo'ladi. Ikkita ko'cha bu. 4 ta xonasi bor, 4-xona oshxona, zal, spalni, tak sanuzel. Hamma narsasi tayyor ekan, kelib yashasanglar bo'ladi. Pasi ko'rsatmasin. Pasi molxona qilsanglar bo'ladi yoki qanaqadir servismi, nimadir ishlab chiqarishmi, mayda biznesmi, o'shanga ham yeb ketaveradi. Hovlini o'rtasidan bo'lsak, ikkita uchastka bo'ladi, aka-ukaga ham bo'ladi. Asosan kelib yashayman, katta hovli qilaman desanglar, yangi yo'l mana bir qadam 500 metr, 600 metr tepada. Lokatsiya hamma danlilarni Telegram kanalida beramiz. Qisqasi, mana ko'rib turgan zalinglar mana tayyor, remontim 5 ga 6 ekan. Mana ko'rib turgan xonalar oshxona qilingan 5 ga 5,5 ekan. Mana shu xonadan kirganinglar ikkita taraf ham xona, o'ng taraf ham chap taraf ham. Короче, remontim kelib yashasanglar bo'ladi. Remont tuzilmoqda, tayyor.